7 oy davomida 80 ming dollar pul yo'qotilishi. Men sizga hozir shu haqida gapirib beraman. Malika bozorida ma'lum bir tadbirkor bilan bizneslarini tahlil qilib, muammolarini o'rganib chiqqanimizda 7 oy davomida 80 ming dollar yo'qotganligi kelib chiqdi. Biz buni tahlil asosida kunlik, oylik va mijozlar bo'yicha mana shu kamomatni ko'rsatib berdik. Bu muammo qayerdan kelib chiqdi? Hozirgi kunda barcha tadbirkorlar Telegram orqali hisob-kitob olib borishadi. Eng xavfli, eng qo'rqinchli narsa bor. Delete account. Ya'ni Telegram agar o'chib ketsa, barcha ma'lumotlaringiz yo'qoladi. Sizga bu katta ziyon beradi. Ya'ni bir oyda topadigan pulingiz qancha va bir oyda yo'qotayotgan pulingiz qancha. Bu narsani asosiy kelib chiqish sababi programma bilan to'liq foydalanilmagan, to'liq ishlanmagan yoki nazoratga olinmagan, bu yerda ko'pincha ishonchga asoslangan holda hisobotlar kunlik qilinmagan. Ish jarayon avjida, Malika bozori hammamiz yaxshi bilamiz, savdo katta, pul aylanmasi, mijozlar kirib chiqishi juda ko'p. Shuni hisobiga xodimlarga ishonish, o'zaro munosabatlar borligini sababi 7 oyda 80 ming pul yo'qotilgan. Biz buni har kuni qancha yo'qotilganini ko'rsatib berdik. Agar siz ham o'z biznesingizni kunlik nazorat qilib bormasangiz, afsuski bu muammo sizga ham kelishi mumkin.